Man dilisini, ya'ni dilis haqimda az bog'lamiz. Unchalik birinchi emasman-u, lekin men uchun bo'laveradi. Birinchi o'rinda o'yinchilarimning statistikasini ko'rsatmoqchiman. Oldindan aytib qo'ymoqchiman, Dilisi Gamerga obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh. Mana meni akkauntim. Sizlarga yangilik. Arda Güler 81 bo'lgan. Men uni hozirgina sotib oldim. Sizlarga yana bitta narsa, deyarli streamerlarda ham uchramaydigan kuchaytirish. Gianluigi Donnarumma. Menimcha juda zo'r kuchaygan. Bizda yana bitta narsa bor. Real Madridning afsonasi Sergio Ramos. Buni full qilib livlarda o'ynatsangiz, podkastlar bilan o'yiningizni yondirib beradi. Shunchaki super. Bu yerda yana bitta Real Madridning o'yinchisi Toni Kroos. Uning paslari, kontrollari, yelkalari juda ham udar. Bizda Cristiano Ronaldo libbajiga tepsa varta tomon burilib ketadigan Cristiano Ronaldo. Yugurishi, tezlanishi, staminasi, yelkasi, kontroli, udarlari ajoyib. Faqat shu pas bilan to'pni olib qo'yishi sal boshqacharoq. Sal sustroq. Hop, Kevin De Bruyne. De Bruyneni men 86 ga sotib olganman. Uni kontroli, pasi, udari, yugurishi va staminasi juda ham zo'r. Liverpoolning o'ng qanot hujumchisi Federico Chiesa. Yugurish va tezlanishi bir xil bo'lgani bilan ajoyib o'ynaydi. Ayniqsa kontrollari va udarlari bilan o'zini mashhur qilib beradi. Hop, bizda Vinicius Junior. Libboy bir fintni qiladi, og'ziz ochilib qoladi. Chunki kontroli 97, pasi 90, udari 90, yondiryapti-yu. Tezligi 93, tezlanishi 96. Keyingi o'yinchini maqtamasam, o'zim maqtalib turibdi. Bu Erling Haaland. Yugurish 97, yelkasi 96, kontrol 90, udari 97. To'pni olib qo'yishsa 51. Bu menimcha hech qaysi futbolchilarda 51 bo'lmasa kerak. Qarsak. Hop. Dennis Beckham. Buni esladingizlarmi? Birinchi kelgan Special Europe'dan tushirib olganman. Haligacha kuchatilmaganman, chunki men YouTube kanalda ochish juda qiyin bo'ldi. Va men buni asta-sekinlik bilan kuchaytiryapman. Bu eng udar o'yinchi. Tezlik, tezlanish, staminasi, yelkasi, kontroli, pasi, udarlari, daji to'pni olishgacha chotki. Keyin esa bu yerdan Messi shunchaki bot o'yinchi. Bizda Mikhail Mudrik bor. Yugurishi, tezlanishi juda ajoyib. Dilisi 26-25 larda daji futbolchi bo'lmagan. Sizlarga azbor qilib berdim akkauntimda. Special Egro ochmadik. Bu yerda Dezeli bor, Beckham kelgan, Rivaldo va Cannavaro bor. Eng balandi Cannavaro. Juda yaxshi. Yelkasi, to'pni olib qo'yishi udar. Rivaldo tezligi yaxshi, udarlari yaxshi, chotki. O'ynab bersa, o'yiningizni olov qiladi. Beckham. Normali. Meniki birinchi olingan futbolchidan yaxshiroq emas, chunki oldingi futbolchilar juda ham kuchli bo'lgan. Hop. Siz bilan Dilisi Gamer bo'ldi. Podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoimda Uruguay bilan o'ynaganimda YouTube'ga qo'yaman. Sog' bo'lasizlar.
Esinglardan chiqmasin. Dilisi Geyverga obuna bo'lib qo'yinglar.